Assalomu alaykum. Oilalarni mustahkamlash, oilalarda bo'ladigan turli xil nizolarni oldini olish borasida bugun davlatimiz tomonidan qator loyihalar, amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqilyapti. Lekin shunga qaramasdan, ba'zida oilalardagi turli xil kelishmovchiliklar, oilaviy ajrimlar haqidagi xabarlar tez-tez qulog'imizga chalinyapti, eshityapmiz. Xo'sh, buni oldini olish borasida bugun qanday ishlar qilinyapti? Biz bugun shu haqida suhbatlashamiz. Suhbatdoshimiz esa O'zbekiston Respublikasi Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi mas'ul xodimi Zarifa Iskandarova bo'ladi. Zarifa opa, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Oilaviy nizolarning asosiy sabablari nimalarda? Bu muammolarni qanday aniqlash va hal qilish mumkin? Mutaxassis sifatida o'zingizni bir teletomoshabinlarga fikr mulohazalaringizni bildirib o'tsangiz. Oilaviy tinchlik, mustahkamlik bugungi kunda respublikamizda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Bugungi kunda oilalarning mustahkamligi, oilaning farovonligi bo'yicha yurtboshimiz tomonidan barcha imkoniyatlar, imtiyozlar yaratilmoqda. Lekin bunga qaramasdan haqiqatda biz uchun eng og'riqli nuqta bo'lgan shu oilalardagi nizolar, oilaviy ajrimlar masalasi barchamizni eng asosiy bir o'ylantiradigan, eng asosiy bu muammoni yechimiga doimo bir yo'l izlaydigan, doimo bu masalani bir bartaraf etishga harakat qiladigan masala bo'lib qolgan. Bizni qo'mitamiz tomonidan mana shu oilaviy ajrimlarni oldini olish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda va bu borada bizda har oy yakuni bilan butun respublika bo'yicha mana shu oilaviy ajrimlarni tahlillari qilib boriladi. Bunga ko'ra mana hozir siz so'ragan masala oilaviy ajrimlar mana o'tgan yilga nisbatan mana 2024-yilda yakuni bilan qarasak kamayishiga erishildi. Lekin bitta ajrim bo'lsa ham buni fojia deb bilamiz. Buni biz tahlillariga qarasak, tahlillarda eng asosiy ajrimning sabablari bu yoshlarni oilaviy hayotga tayyor emasligi yoki bo'lmasa shu oiladagi xiyonat, oilada uchinchi shaxs aralashuvi, spirtli ichimliklarga ro'ja qo'yilganligi, farzandsizlik yoki bo'lmasa uzoq vaqt birga yashamaslik. Yana bir sabablardan mana bugungi kunda chetdan kirib kelayotgan shu ommaviy madaniyatni ta'siri bo'lib kelmoqda. Albatta bu internet xurujlarini ham bir sabab qilishimiz mumkin va bu nizolarni sanasak sabablari juda ham ko'p va boshqa sabablar, o'sha moddiy qiyinchilik sabablari ham bor bu yerda. Lekin bu sabablari olib qarasangiz, sabablar o'z-o'zidan kelib chiqmaydi. Bu sabablarni kelib chiqishiga albatta o'sha oiladagi muhit, oilada shu oila qurgan ikkita yoshning o'zini bir-biriga bo'lgan munosabati yoki oilaga o'sha yangi xonadonga mehmon bo'lib borgan o'sha bir boshqa xonadonda, boshqa xonadonning tartib tamoyili bilan voyaga yetgan qizning moslashuvi yoki bo'lmasa shu oilada qaynona qaynataning o'sha yangi bir oilani shakllanishidagi munosabati, bularning hammasi men o'ylayman o'z ta'sirini ko'rsatadi. Zarifa opa, oilaviy munosabatlarda ishonchni saqlash va uning ahamiyati juda ham muhim hisoblanadi. Chunki er-xotin o'rtasida ishonch bo'lmasa, u oilada parakandalikning boshlanishi, ya'ni bir-biriga ishonmasdan turib qanday yashash mumkin? Buni ahamiyati nimada? Buni dolzarbligi nimada? Yoshlarimiz kattalardan andoza oladi. Oilada o'sha yangi turmush qurgan yosh kelin-kuyovlarimiz o'zaro bir-biriga mehr, muhabbat bilan munosabatda bo'lsagina, ana o'shanda sekin bir-birini o'rganib, chunki bizni o'zbek oilalarida bir ko'p yillab bir o'zaro bir o'rgangan holatda bu oilalar kam holatda tashkil qiladi. Ko'proq bir sovchilik degandek, bir tanish bilish yoki bir ko'cha-kuyda ko'rib yoqtirib qolib, bir bizni o'zimizni qadriyatlarimizga asosan sovchilikka borib, bir oy ichida bo'lgan nikohlar va tashkil topgan oilalarga e'tibor qaratyapman men hozir. E'tibor bersangiz, mana shu oilalarda endi tasavvur qiling, bu yoshlar o'zi bir oy bo'ldi tanishganiga. U bir-biriga qanaqadir ular bir-birini o'rganish uchun ham muayyan vaqt kerak bo'ladi. Chunki bu oilaga bu qizimiz kelin bo'lib, kelin emas qiz bo'lib kirib bordimi, o'sha yerda bu qizga nisbatan mehr muhabbat u uydagilar tomonidan ham ko'proq ko'rsatilishi kerak, ayniqsa turmush o'rtog'i tomonidan. Hamda o'sha mana shu qizimizni o'sha holatga ham kirishish masalalarida u mehr bilan yondashish kerak o'sha xonadonga. Chunki qayerda mehr bor ekan, ishonchsizlik degan narsa bo'lmaydi. Aynan endi bugun oilaviy ajrimlar ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, bir kichik nizodan katta bir muammolarning kelib chiqayotgani va natijada o'sha oiladagi
parokandalik kelib shu oilaviy ajrimlarning ko'payishiga sabab bo'layotganligi guvoh bo'lyapmiz-da. Sizdan so'ramoqchi bo'layotganim aynan mana shu nizolarni aylanishdan qanday saqlanish mumkin? Qanday buni oldini olishga harakat qilishimiz kerak bugun? O'zbekiston Respublikasi Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi tizimida 8 ta tumanda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlari mavjud. Mana o'tgan davrda mana shu yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlarida har yili 20 mingdan ziyod mana shu yoshlarimiz turli shu oila saboqlariga o'rgatiladi. U o'sha oilada ularga saboq beradi o'sha bir psixologlar tomonidan, tibbiyot xodimlari tomonidan yoki bir ibratli oilalar tomonidan, huquq tomonidan, o'sha oiladagi huquqiy munosabatlar bo'yicha adliya bo'limi xodimlari tomonidan, turli bir yo'nalishda diniy tomondan mana diniy imom xatiblarimiz, otinoylarimiz kelib dars berishadi. O'sha yoshlarimiz shunday tayyorlanadiki, mana shu oilaga, yangi xonadonga borganda yoki bir yangi oila qurilganda mana shu oiladagi erkak o'z vazifalarini, turmush o'rtoq o'z vazifalarini bilish kerak va o'sha oiladagi ayol, kelin o'z vazifalarini bilish kerak. Mana shu borada bizda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlari bor. Mana bugungi kunda mana shu o'tgan yili Andijon viloyatining Jalolqo'rg'on tumanida oila va xotin-qizlar maskani tashkil qilindi. Mana shu maskanda shunday tashkil qilindiki, bu yerda nafaqat yosh kelin-kuyovlar, u yerga o'sha qaynonalar, qaynotalarga bir qanaqadir kichik bir davra suhbatlar tashkil etish, ularga psixologik, huquqiy yordamlar ko'rsatish, hattoki ularga qanaqadir oiladagi moliyaviy tomondan qiyinchiliklar tug'ilgan holatda qanday qilib tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish masalalari, o'sha oilani iqtisodiy barqarorligini qanday ta'minlash borasidagi masalalar yoki bo'lmasa kelajakda farzand ko'rganda u farzandga qanday munosabatda bo'lishi bo'yicha yoki farzand tarbiyasi bo'yicha mana shunaqa turli yo'nalishlar bo'yicha oila va xotin-qizlar maskanlarida mana shu o'quvlar tashkil qilinishi yo'lga qo'yildi. Ajrimdan keyingi psixologik holatni qanday yaxshilash mumkin? Bu borada qo'mita tomonidan qanday loyihalar bor? Shu oilalardagi ajrimgacha bo'lgan holatda o'sha xonadondagi muhitda o'sha bola ham, ona ham u ruhiy zarbani olib bo'lgan. U bundan keyin masalan ajrim bo'ldi deyliga, ajrim bo'lgandan keyin u otasi yoki onasini uyiga borgandan keyin u qanday holatda? Birdan uni kayfiyati ko'tarilmaydi. U hali ham ko'p yillar davomida bu ruhiy tushkunlikda davom etadi. Shuning uchun biz mana shu oila va xotin-qizlar maskanlarida mana shunday ruhiy zarbaga yo'liqqan ayollarimiz yoki bo'lmasa yoshlarimiz bilan psixologik suhbatlar, yakki tartibdagi individual ishlarni olib boramiz. Bizi bu ishlarimizda bizi mana shu butun respublika bo'ylab 200 mingdan ziyod ibratli, ma'rifatli ayollarni birlashtirgan oqila ayollar harakati a'zolarimiz bor. Ma'rifatparvar ayollarimiz bor. Maslahat kengashlarimiz bor. Mana shu yerdagi barcha ibratli oilalarimiz bor. Mana har yili mana shu ibrat bo'lgan oilalarimizni hurmatli yurtboshimiz tashabbuslari bilan ibratli oila ko'krak nishoni bilan taqdirlash yo'lga qo'yildi. Mana o'tgan yili 208 ta o'sha tuman shahardan ibratli oilalar taqdirlangan bo'lsa, ularni biz hayotiy tajribalaridan foydalanyapmiz. Mana shunday holatlarda ularni mana shu ajrim bo'lgan yoki ajrim yoqasida turgan ayollarimizga biriktiramiz va ular bilan individual ravishda suhbatlar olib boriladi va ularni o'sha psixologik yordam kerakmi yo huquqiy yordam kerakmi, mana shu yordamlarni yoki bo'lmasa u ayolni bandligini ta'minlash kerak bo'ladimi? Bilasiz, uyda bola bilan o'ralashib o'tirgan ayol muammolari hal bo'lgandan keyin hayotga boshqa ko'z bilan qaraydi. U ham bir jamiyatda o'zini foydasi tegishini xohlaydi. Har doim aytishadi, mana yurtboshimiz har doim ta'kidlaydilar, bugungi kunda xotin-qizlar ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishni tomoshabini emas, faol ishtirokchisi bo'lishi kerak deb juda katta imtiyozlar yaratyaptilar-da. Mana shu ayollarimizga ajratilayotgan subsidiyalar yoki ayollarimizni bir kasbga o'rganishi uchun yaratilayotgan o'quv markazlarimiz yoki bo'lmasa har doim ta'kidlaydilar, mana shu ayollarimiz bilimli bo'lsin. Bitta qizni o'qitsang, butun bir oilani o'qitgan bo'lasan, butun jamiyatni o'qitgan bo'lasan deb ko'p ta'kidlaydilar. Shuning uchun bu qizlarimizga ko'pdan ko'p imtiyozlar berilyapti. Mana shu qizlarimiz o'sha otasi bo'lmasa-da shu farzandlariga yaxshi ta'lim tarbiya berishi ham mana shuni tagida yotibdi. Shuning uchun men o'ylaymanki, o'sha avvalambor ajrimlarda biz ajrimgacha bo'lgan jarayonga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak va uni qonuniy asoslarda oilalar qurilishiga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak. Biz mana shu
noqonuniy nikohlarni ham oldini olib, qonuniy tarzda nikoh qurishni ko'proq targ'ib qilishimiz kerak. Chunki noqonuniy nikohni orqasida juda ham katta, juda ham ko'p sanashga bir sabablar bor. Tushunarli, mana aytib o'tyapsiz-da, hozir mana oiladagi holatlar, masalan, ba'zi besabrlik qilamiz, to'g'ri maishiy zo'ravonliklar yoki qandaydir bir kelishmovchiliklar bo'ladi. Lekin ko'pchiligimiz yengil qaraymiz, mana senga nimadir ko'rsatib qo'yaman yoki sening tanobing tortib qo'yaman deydi-da, mahallaga chiqadi yoki sudlarga yoki yuridik xizmat markazlariga murojaat qiladi. Bu oilada qandaydir bir baribir er-xotin o'rtasida dars ketishga sabab bo'lishi mumkin. To'g'ri, ba'zida murojaat qilish kerakdir. Buni, masalan, murojaat qilish zarurati qanchalik o'zini oqlayapti? Nima deb o'ylaysiz? Bugungi kunda mana shu qizlarimiz aytganimizdek, shu oilaviy hayotga tayyor bo'lmaganligi yoki qanaqadir bir Tashqi ta'sirlar bor. Tashqi ta'sirlar turli onasi, dugonasi, kimlardir gijgijlash oqibatida yugurib chiqadi. Oqibatida telefon bor keyin. Mana shu narsani ham albatta aytishimiz kerak. O'sha telefon qiladi, ayrim xonadonlarda telefon qilib onasiga aytadi, "Oyi, menga qaynonam mana shunaqa deyapti" deydi. Ayrim onalar, "Yo'q qizim, bunaqangi demagin, bunday javob bermagin, qaynonangni hurmat qilgin, qaynonang ham onang, senga shu to'g'ri tushuntiryapti" deb to'g'ri yo'lga boshlaydi. Lekin ayrim holatlarda shunday onalar bor, buni ko'ryapmiz biz, kelishyapti murojaat qilib. Hattoki shunday oilalar bor, onam meni hayotimni buzib yuboryapti deb kelganlar ham bor. O'sha onalar shu qizimizga bo'ldi, bor mahallaga chiqqin, bor 02 qilgin, boshqa qilgin deydigan holatlar ham bo'lishi mumkin. To'g'ri, o'sha halinda aytganimizdek qanaqadir mudhish oqibatlar, tazyiq zo'ravonligiga olib keladigan holatlar bo'lganda albatta bunga qarab kalta yeb o'tirish kerak emas. Bu o'zini bir haq-huquqini bilish kerak. Albatta murojaat qilish kerak, lekin mayda-chuyda qanaqadir oddiy bir holatlarda yugurib mahallaga bir murojaat qilish yoki o'sha turmush o'rtog'ini ustidan yozish, ayrim holatlarda tushunib-tushunmay, mana shu holatlarda haqiqatda oila dars ketishiga, o'sha oilani ajrimga olib kelishiga sabab bo'lyapti. Mana shu holatda bizga ham ko'p murojaat qilib kelishganda aytamiz, masalan, sizni turmush o'rtog'ingiz bilan o'sha bir biz alohida individual gaplashsak nima deysiz? Mana bir ayol kelib murojaat qilyapti, mana shu turmush o'rtog'im menga xiyonat qilyapti, uyga kelmayapti. Shuning uchun meni turmush o'rtog'imni ishxonasiga yozaman yoki mahallada muhokama qilinsin. Keyin biz tushuntiramiz, to'xtang. Oldin biz bu yigit bilan ruxsat bering, bir individual gaplashaylik. Chunki bu yigit erkak, balki u xiyonat emasdir. Oldin uni aniqlashtiraylik. O'sha narsani bir ommaga, yuzaga, bir hammaga bir yoyib, hammaga ochiq qilishdan oldin biz u bilan individual bir qanaqadir bir oilani o'zini bir siridir. Bir psixologlar bilan mayli imom xatib, balki bizni mahalla xotin-qizlar faoli, oqila ayollarimiz bir gaplashib ko'rishsin, balki o'sha holatda biz u ochiqlik kiritib, siz bilan balki shu yarashtirib qo'yishga erisharbez. U oilaviy qadriyatlar komissiyasida mahallada ko'rish qochmaydi, lekin biz individual ishlashga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak. Shuning uchun biz o'sha 22-yilda nizoli oilalar bilan individual ishlash daftarlarini tashkil qilganmiz. Shuning uchun mana shu yondashuv ko'proq foydali deb o'ylayman. Chunki ommaga chiqib o'sha mahallada muhokama bo'ldi deylik, yigit keladi, qiz tomon keladi, qiz keladi, qaynona qaynota qarabski, o'sha yerda janjallarga aylanib ichki ishlar xodimlari ham o'sha ajratishga harakat qiladigan qanaqadir janjallar kelib chiqish holatlarini ham ko'zimiz bilan ko'rdik. Undan ko'ra mana shu ko'pchilik bilan muhokama qilgandan ko'ra o'sha oilani o'zida, shu oilalarni o'ziga kirib borib, ularga o'sha yerda huquqiy yordamlar berish, o'sha oilanidagi nizoni bartaraf qilishga biz ko'proq hozir bugungi kunda e'tibor qaratyapmiz. Ayrim holatlarda ba'zida ota-onalarimiz, yosh katta insonlarda ham tashqi ta'siri bor-da. O'zing muammongni o'zing hal qilib, o'zing aralashmayman men, senga teginmayman, o'zlaring bilasizlar. Mana shunday holatlar uchraydi va tabiiyki yarashtirish, ba'zi oilani tiklash mumkin bo'lgan joyda yoki qo'y nima qilasan boshqa deydi, hali uylantiraman yoki qo'yaver, shu bilan ajrashib yashab nima baraka topding, boshqasiga tegib yoki ajrashganingni mazza qilib yurasan deydigan ota-onalar ham bor. Bor, albatta, mana shunday ota-onalar borligi ming afsus. Achinarli, chunki bunaqa holatlar juda ko'p. O'sha aytganingizdek, o'sha yigitlarga buni yangisini olib beraman, o'sha aytganingizdek onasi o'pmagan qizni olib, bu noto'g'ri narsa. O'sha avvalambor oiladagi o'sha piru badavlat, o'sha bo'lmish ota-ona, qaynona, qaynotani juda katta o'rni bor. O'sha o'zlari, hattoki men har doim aytaman, o'sha uydagi yoshlar
o'sha kattalardan ibrat oladi. O'sha ikkita janjal bo'lyaptimi er-xotinni o'rtasida? U nimadan bo'lyapti? O'shani kelinni alohida yoki shu o'g'ilni alohida yonlariga o'tkazib olib, sekin mazmun bir tagini nimadan kelib chiqyapti? Bu o'sha nizoni sabablarini bilib, ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak. Agar o'sha xonadonda mabodo o'sha ota-onalarda mana shu narsaga o'zini e'tiborsizligi bo'lsa, u holda bizni keng jamoatchiligimiz bor. Jamoatchiligimiz ham siz o'ylamang, masalan, hozir bitta xonadonda bitta janjal bo'lsa, albatta bu eshitilyapti-da, hech bo'lmasa bitta qo'shnisi eshitiladi yoki bitta kimdir eshitiladi-da. O'sha eshitganda, o'sha hech narsani bilmaganda o'sha xonadonga kirib kelib, oqila ayol bo'ladimi, o'sha mahalla xotin-qizlar faoli bo'ladimi, yoki ma'rifatli ayollar bo'ladimi, sekin kelib, yaxshi o'tiribsizlarmi, tinchmisizlar deb bir kirib xabar olib, o'sha xonadonda mana shu nizo bo'lyapti ekan deb emas, mana shu bir chiroyli, ibratli oilalarni namuna qilib, mana shu xonadonda mana shu xonadon kelinini oliy ta'lim muassasasiga o'qishga olib kiribdi. Mana shularni kontrakt pulini to'lab berib, mana shu u qizimiz bugungi kunda juda ham bir namunali qizlardan bo'pti. Kelin emas, qiz bo'pti deb qanaqadir ularga ibrat bo'ladigan narsalar bilan sekin ichkariga kirib, mana shu oiladagi munosabatlarni yaxshilashga harakat qilish kerak. To'g'ri aytasiz Zarif opa, mana bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish to'g'risida tizimni samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi va shu yerda ham shu oilaviy nizolarni oldini olish bo'yicha mas'ul shaxslar belgilab berildi. Demakki, bu nafaqat tashkilotlar, balki davlat miqyosida ko'rib chiqilyapti va mana shunday salbiy holatdan oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqilyapti. Huquqbuzarlik va jinoyatchiliklarni barvaqt oldini olish bu eng asosiy vazifalarimizdan biri, chunki u huquqbuzarlik jinoyat bo'lgandan keyin u qanchadir odamlar aziyat chekadi. Biz uni oldini olishimiz kerak. Ayni mana shu qaror bilan tashkil etilgan shtablarda oila va xotin-qizlar bo'limlaridan, boshqarmalaridan vakillar o'tirishibdi. Har bir hududda tashkiliy respublika darajasida qo'mitadan vakillar bor yoki bo'lmasa viloyat, tuman, mahalla shtablarida ham bizni oila va xotin-qizlar qo'mitalarini, bo'limlarini, boshqarmalarini vakillari o'tirishibdi. Ularning vazifasi, asosiy vazifasi qilib ham mana shu oilalardagi nizolarni oldini olish yoki bo'lmasa migratsiyaga ketib qolgan o'sha shaxslar bilan alohida ishlar olib borish yoki bo'lmasa o'sha ajrimdan keyingi holatda o'sha oiladagi kelib chiqayotgan muammolarni oldini olish deb belgilangan. Bugungi kunda o'sha nizolarni oldini olish bo'yicha mana shu ro'yxatga olinyapti. Chora-tadbirlar reja ishlab chiqilgan bo'lsa, bitta oila mana shu ajrim yoqasida turgan oilani ro'yxatga olishgan bo'lsa, mana shu oilaga individual ravishda yondashib, o'sha oiladagi muammoni aniqlab, muammoni bartaraf etsangiz, albatta ajrim bo'lmaydi. U yerda qanaqa muammo? O'sha yerdagi muammoni aniqlash kerak. U yerda o'sha iqtisodiy muammomi yoki o'sha kimdir chet elga ishga ketgan o'shani muammosimi yoki bo'lmasa qanaqadir bir bandlik masalasi bilan muammomi yoki bir sog'lig'i borasida muammomi, mana shu muammolarni bartaraf etish bo'yicha choralar ko'rilib, bartaraf etgandan keyin shu huquqbuzarlik va jinoyatlarni oldini olishga harakat qilinyapti-da. Chunki bu huquqbuzarlik va jinoyatlarni keltirib chiqarayotgan sabablarni oldini olsakkina biz o'ylaymiz, mana shu oilalarni mustahkamligiga erishgan bo'lamiz. Oila farovonligi eng avvalo bizni oilalarni farovon bo'lishiga erishish bizni eng asosiy maqsadlarimizdan biri. Buning uchun men o'ylayman, faqatgina bizni oila va xotin-qizlar qo'mitasi emas, mana o'sha hozir alohida aytmoqchiman, bugungi kunda Adliya vazirligi bilan, Ichki ishlar vazirligi bilan yoki bo'lsa Yoshlar agentligi bilan, Sport vazirligi bilan ko'p hamkor, ma'naviyat, ma'rifat markazi ko'p hamkor tashkilotlar bilan birgalikda biz mana shu oilalarni farovon bo'lishi uchun juda katta bir loyihalarni amalga oshiryapmiz. Mana shu yerda har bir oila manfaati, oiladagi har bir insonni manfaati ko'zlangan juda ko'p bir vazifalar belgilanyapti. Rahmat Zarif opa, bugungi studiyamizga tashrifingiz va bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun. Aziz tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz bugun oilalarni mustahkamlash, oilalardagi turli xil nizolarni oldini olish va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimini samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi sonli qarorning mazmun mohiyati xususida O'zbekiston Respublikasi
Oila va xotin-qizlar qo'mitasi mas'ul xodimi Zarifa Iskandarovadan savollarimizga batafsil javoblar oldik. Biz esa shu nuqtada bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'linglar.